Assalomu alaykum. Men allergolog Ahmedov Murqodir. Bugungi mavzuyim allergik reaksiyalar haqida. Allergiya bu organizmga tushgan allergenlarga nisbatan g'ayrioddiy organizmning reaksiyasi hisoblanadi. Allergiya bu yer yuzida tarqalgan eng keng patologiyalardan biri hisoblanadi. Allergiyani keltirib chiqaradigan moddalar allergenlar hisoblanadi. Immun tizimiga allergen ta'sir qilganda, unga nisbatan javob berish uchun immunoglobulin E degan maxsus antitanalar ishlab chiqaradi. U esa o'z navbatida organizmda allergiyani keltirib chiqaradigan maxsus kimyoviy moddalarni ishlab chiqadi. Ushbu kimyoviy moddalardan biri gistamindir. Gistamin mushaklarning qisqarishiga, qorin tomirlar devorini qisqarishi va nafas yo'llarining devorini qisqarishiga olib keladi. Bundan tashqari, burun shilliq qavatida shilliq ajralishiga ham olib keladi. Allergenlarga gul va uy changlari, oziq-ovqat mahsulotlari, dori moddalari, hasharotlar zahri, hayvon yunglari misol bo'ladi. Allergik reaksiyalar o'zini terida, nafas yo'llarida va tizimli reaksiyalar tarzida namoyon qiladi. Patologiyaning noxush alomatlarida bemor o'zini allergendan shikoyat qiladi. Biroq bu noto'g'ri tushuncha. Muammo patologiyani qo'zg'atuvchi moddada emas, balki uning immun tizimida hisoblanadi. Bemor allergen bilan to'qnashganda reaksiya darhol yuzaga kelmaydi. Immun tizimi asta-sekin u moddaga nisbatan sezgirlikni oshiradi. Vaqt o'tib organizm o'ziga xos yuqori sezgirlikka ega bo'ladi. Bu jarayon esa sensibilizatsiya deb ataladi. Sensibilizatsiya bir necha kundan bir necha yilgacha davom etishi mumkin. Ko'pgina holatlarda sensibilizatsiya uzoqqa bormaydi va bemorda ba'zi alomatlar kuzatilishi mumkin. Ammo to'liq allergik reaksiya kuzatilmaydi. Allergik simptomlar allergenga qarab quyidagicha kuzatiladi. Birinchisi changga nisbatan burun bitishi, qichishishi, burun oqishi, ko'z qizarishi, qichishishi, ko'zdan suv kelishi, yo'tal kabi belgilar kuzatilishi mumkin. Teriga nisbatan quyidagi belgilar kuzatiladi. Teri qizarishi, qichishishi va toshmalar toshishi shaklida kelishi mumkin. Oziq-ovqat allergiyalarga nisbatan reaksiyalar quyidagicha kelishi mumkin. Qayt qilish, til, lab, qovoqlarda shishlar bilan, og'izda achishish, oshqozon spazmi, nafas olishning qiyinlashuvi, rektal qon ketish, diareya va anafilaksiya shaklida kelishi mumkin. Hasharotlar chaqishiga nisbatan esa quyidagi holatlar yuzaga keladi. Ovozning xirillashishi, chaqqan joyning shishishi, qon bosimining keskin pasayishi, teri qichishishi, bosh aylanishi, yo'tal, nafas olishning qiyinlashishi, tashvishlanish va anafilaksiya yuzaga kelishi mumkin. Dori vositalariga nisbatan allergik reaksiya esa quyidagicha namoyon bo'ladi. Ovozning xirillashishi, til, lab, yuzning shishishi, terida toshmalar toshishi, qichishish va anafilaktik shok belgilari yuzaga kelishi mumkin. Allergik reaksiyalarning yuzaga kelishi va rivojlanish sabablari. Ona homiladorligining patologik kechishi, bolalik davrida o'tkir respirator kasalliklarining ko'pligi, gelmintoz, ya'ni gijjalarning ko'pligi, bir xil oziq-ovqat mahsulotlarini doimiy iste'mol qilish. Bunda vaqt o'tishi bilan allergik reaksiyalar yuzaga kelishi mumkin. Bundan tashqari, allergik reaksiyani yuzaga keltiruvchi oziq-ovqat mahsulotlarini haddan tashqari ko'p iste'mol qilish, ba'zi dori-darmonlarni qabul qilish, antibiotiklar, analgetiklar, antidepressantlar va boshqalar. Chivin va asalari kabi hasharotlar chaqishi, nosog'lom turmush tarzi, spirtli ichimliklarni ko'p iste'mol qilish, jismoniy faollikdan cheklanish, yomon ekologik sharoitga ega bo'lgan hududlarda yashash, masalan, shahar aholisida qishloq aholisiga nisbatan allergiya ko'proq uchraydi. Bo'yoqlar va zaharli moddalar ishlab chiqaradigan kimyoviy zavodlarda ishlash. Uyda chang va zamburug'ning ko'pligi, bular ham allergen bo'lib xizmat qiladi. Uy hayvonlarining mavjudligi, ularning so'lagi va yungi allergen hisoblanadi. Kosmetik vositalardan foydalanish, o'simlik moddalarini tarkibiga oluvchi preparatlardan foydalanish, immunitet tizimiga ta'sir qiluvchi ba'zi bir kasalliklar, masalan, OIV infeksiyasi. Allergik reaksiya hatto quyosh va sovuqda ham paydo bo'lishi mumkin. U terida qizarish, qichishish va toshmalar tarzida namoyon bo'lishi mumkin. Anafilaktik shok. Anafilaktik shok tez kechar allergik reaksiya hisoblanadi. Bu holat hayot uchun xavfli hisoblanadi va shoshilinch tez tibbiy yordam kerak bo'ladi degan holat sifatida qarash kerak. Bu reaksiya allergen ta'sir qilgandan keyin bir necha daqiqadan keyin paydo bo'ladi. Agar allergen to'g'ridan to'g'ri qonga ta'sir qilsa, 5-30 daqiqa ichida namoyon bo'ladi. Oziq-ovqatga nisbatan bo'lgan allergik reaksiyada anafilaktik shok bir muncha vaqt talab qiladi. Allergik reaksiyalar sizni qiynasa, darhol bizga murojaat qiling.